Har bir inson hayotda yashar ekan o'z oldiga maqsad qo'yadi. Unga erishish uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi, shijoat kerak bo'ladi. Muhimi, eng asosiysi to'xtab qolmaslik kerak. Bundan 1 yil oldin men ham o'z oldimga Germaniyada o'qish va ta'lim olishni maqsad qo'ydim. Hozir shu maqsadimga erishdim. Bunda menga katta yordam bergan Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidagi Yoshlar ishlari agentligi va Profidoj hamkorligida menga ham moliyaviy, ham ma'naviy tomondan juda katta yordam berishdi. Agentlik tomonidan 6 oylik kurs xarajatlarim qoplanib berildi. Bu o'qishim davomida menga Qizlarxon ustoz ta'lim berdi. Men bularga o'z minnatdorchiligimni aytmoqchiman. Bu olingan bilimlar natijasida men Germaniya elchixonasining vizasini qo'lga kiritdim. U yerda men o'z o'qishimni davom ettirmoqchiman. Tengdoshlarimga shuni maslahat bermoqchimanki, agar siz oldingizga maqsad qo'ysangiz, unga erishish uchun aslo to'xtab qolmang. Ozgina bunda qiyinchiliklar bo'ladi, har xil vaziyatlar bo'ladi, lekin siz orqaga chekinmang.